boshladim. Bilasizlarmi, shunaqa o'ylaganimdan ham ko'p pul ketibdi. O'ylaganimdan ham juda ham ko'p pul ketibdi. Даже pullarim, kopilkadagi pullarim yetmay qoldi to'g'risi. Shuning uchun majburman. Kelinligimda nanamanga mana shunaqa sipochka sovg'a qilgan edilar. Juda ham qadrlab, asrab qo'ygan edim. Nima vaziyatda bo'lsa ham olib qo'ygan edim. Shundan ham sovg'a qilganlar, oyim sovg'a qilganlar deb asrab. Shunaqa yuragim yonib tushunsa topman hozir. Mayli, hammasi yaxshilikka. Hammasi yaxshilikka. Ilohim zo'r bersa hammasi. Bir narsa berish uchun nimadandir voz kechish kerak edi. Shunaqa qilib pulam topildi. Endi esa remontimizni davom ettiramiz. Kerakli narsalarni olib, ustalarni zakaz qilib, pullarini berib, o'zim esa praktika ishi uchun Toshkentga ketdim. O'qish shunchalik qiyinligini oxirgi kursda bildim. Shuncha ochratilda turib praktikamni topshirsam qabul qilmadi. Zo'rg'a bir haftada topshirib, praktikamni keyin keldim Buxoroga. Kelishim bilan ishni boshladim. Adalarimga zakaz berib ketgandim, shularni qildilar. Endi ertaga ochaman deganimda mana shunaqa muammo chiqib o'tirdi. Ya'ni magazin hali ochilmasdan suv toshib ketdi. Bu bilan asabim, vlogam tugadi. Keyin hali remont tugaganiga yo'q. Buni bilib qo'ying, remontni oxirida birgalikda ko'ramiz.